Rom o'rnatishda ustalar eng ko'p qaysi joyda aldaydi bilasizmi? Keling, eng muhim 3 tasini aytib o'taman. Birinchi katta xato bu profil ichidagi metal kuchaytirgich hisoblanadi. Ya'ni plastik seriyalarda ichida rux metal bo'ladi va buni kimlardir qo'yadi, ba'zilar qo'ymaydi. Ba'zilar esa yupqasidan qo'yish ehtimoli bor. Bu ko'rinmas ichkarida bo'ladi. Buni ichida aynan qalin va rux metal borligiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi aldov esa siz ko'zingizga ko'rinmaydi va romni shunday holatda ko'rganingizda romim keldi deb xursand bo'lishingiz mumkin. Lekin aslida uni penalarga, montaj jarayonlariga, profil va devor o'rtasiga penalarni to'liq holda quydirishni talab qiling. Sababi ular penani qisgan holatida burchak qismiga 20 sm dan quyib qo'yishi mumkin. Bu penalar sizga juda ham katta foyda beradi. Bu issiq sovuqni juda ham yaxshi himoya qiladi. Uchinchi aldov esa siz profilda va romda katta ko'rinishni ko'rasiz va ichki holatlarga, rezinalarga e'tibor bermaysiz. Bu rezinalar aslida epidem va arzon rezinalar bo'lish ehtimoli bor. Va buni rezinalarni yumshoqligi, qishda qatib qolmasligi, yozda esa cho'zilib ketmasligiga e'tibor berish kerak. Va bu yopilganda 3 etapli rezina bo'lishi kerak. Bu rezinalarda eng muhim joyi chang va issiq sovuq o'tkazishiga juda ham katta ta'siri bor. Shuning uchun aynan sizga sifatli rezina qo'yganiga ishonch hosil qiling. Bizda esa hammasi ochiq. Ya'ni profil ichidagi metal kuchaytirgich, rux metal va zanglamaydigan metaldan foydalanamiz. Penasini esa standartlarga to'g'ri montaj qilib, to'liq penalarini quyib beramiz. Biz esa avval o'rnatamiz va barchasini ko'rasiz, nazorat qilasiz, to'lovni esa keyin amalga oshirasiz.